Gipertoniya. Bemorlar qanday tavsiyalarga amal qilishi kerak? Gipertoniya eng ko'p uchraydigan yurak-qon tomir kasalliklaridan biri. Uni o'z vaqtida davolamaslik infarkt, insult va yurak yetishmovchiligi kabi jiddiy xastaliklarga olib kelishi mumkin. Shu bois yuqori qon bosimi profilaktikasi uchun quyidagi tavsiyalarga amal qiling. To'g'ri ovqatlanish, qizil go'sht, hayvon yog'lari va tuz iste'molini kamaytiring. Taomlarda meva-sabzavotlar, baliq, yong'oq, yog'siz sut mahsulotlari bo'lishiga e'tibor bering. Qahvani cheklash kofein qon bosimini oshiradi. Shu bois uni cheklash maqsadga muvofiq. Alkogol va tamaki mahsulotlaridan voz kechish. Jismoniy mashqlarni muntazam bajarish. Yengil sport turlari, piyoda yurish, velosipedda uchish, suzish arterial qon bosimining me'yorda bo'lishiga yordam beradi. Tana vaznini nazorat qilish. Ortiqcha vazn gipertoniya rivojlanish xavfini oshiradi. Stressli vaziyatlardan chiqish, meditatsiya va yoga bilan shug'ullanish stress hissini kamaytirishning samarali usullaridan hisoblanadi. Uyquga amal qilish. Gipertoniyaga chalingan bemorlar kuniga kamida 8 soat uxlashi tavsiya etiladi. Dorilarni o'z vaqtida qabul qilish. Agar shifokor qon bosimini tushirish uchun kerakli dorilar yozib bergan bo'lsa, ularni o'z vaqtida ichish lozim. Davriy shifokor ko'rigidan o'tish. Bu organizmdagi salbiy o'zgarishlarni barvaqt aniqlash va tezkor choralar ko'rish imkonini beradi.